Salom do'stlar. Bugun biz yangi mod qo'shdim. Shu modni sinab ko'ramiz. Har xil olmali bo'ladi do'stlar. Bugun ana daraxtning ustiga zombi chiqib olibdi. Asta boramiz. Birinchini o'ldiraylik. Biz birinchi uyimizni xonasiga boramiz. Qayda bo'lgan joyimizga mana keldim. Sandiqlar olib qo'yamiz. Nima yo'q ekan? Nima yo'q? Bu yerda olmalar bor ekan har xil. 12 ta olma bor ekan. Hozir sizlar bilan shu olmalarni yeymiz va qanaqa ta'sir qilishini ko'ramiz. Hozir kech bo'lgan bo'lishi kerak. Bombali Vega modni sinab ko'rmaymiz. Bombali olmani, ya'ni hozir qorong'uga chiqsam, skeletlar o'ldirib tashlash mumkin. Meni poylayotgan joyim. Mayli, tashqariga chiqamiz. Bu yerda zombi turibdi. Bir emas, ikkita zombi turibdi. Birinchi olmalarni olmabman. Hozir tepaga chiqamiz va olmalarni olamiz. Ana shunday. Birinchi hamma olmani olib olamiz. Ana shunday. Menga hozir ko'ramiz, qaysi olma yoqishini ko'ramiz hozir. Mana shunday o'zi pastga tushamiz. Bu xonamga portlatishni hech qachon xohlamayman. Endi mana tongga yorishyapti, hozir zombilar ham ketadi. Yes. Hozir zombilar birin-ketin yo'q bo'ladi. Men shularni kutyapman. O zombilar oftob chiqqandan keyin kuyadi. Hozir biz tashqariga qaraymiz. Biroz qani bu yana boshqa xil olma sotarmikan? Ko'ramiz hozir. Kirib ko'rdik, hech narsa sotmas ekan. Bularga zemrod bo'lsa bo'ldi. Nima bular kuymaydi? Asab bizyapti-ku, bittasi kiyimi ham bor ekan. Afsuski, men chiqib ketishim kerak. Chiqasan ham hozir ham o'ldiraman men sizlarni. 3 ta ekan, 1 emas 3 ta aziz obunachilar. Albatta videoni tagida obuna bo'lish tugmasi bor. Bitta like va obuna sizlardan kutamiz. Kamchiliklarimiz esa kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Hozir ana shunday qilib zombilarni o'ldiramiz. Men qayerdan chiqib ketsam, bir joyda yorib chiqib ketishim kerak. Nima bu zombilar o'lmayapti? Ya'ni hozir bizlar eshikni ochamiz. Uyimning ichiga zombi kirmasligi kerak-da, lekin kirmasligi kerak. Qayerdan yashirin eshikni qidiramiz hozir. Bu tarafni sandiqni ko'rmabman. Ikkita olma bor ekan. Oddiy olma, qizil olma. Hozir bu yerlarga ham ko'ramiz. Bular nima yonmayapti yo kuymayapti desak, bu yerga saya qilib turayotgan joy bor ekan. Men o'ldirmasam boshqa kim o'ldiradi dedim-da, ya'ni shattanmasini o'ldirishga tushdim. Men jonim, men olmalarim hozir ketadi hammasi. Allang zombilar keladi hozir. Bu yoqqa qarab boramiz. Bu yoqdan chiqib ketamiz. Chiq. Hozir o'lasan. Bitqazdim-ku. Hozir barga pastga tushamiz. Olmalarni o'qib qolmasidan pastga tushamiz. Olmalarni olamiz. Biz barcha olmalarni olamiz. Men ko'plarni bizni oltin olmish ekan. Hozir o'ldiradi. Kirkam yo'q. Afsuski. Do'stlar, hozir sandig'imning ichini ko'raman. Agar kirka bo'lsa,
Xursand bo'lardim. Hech narsa kuyurkamni bo'yiga yo'qotganman. Bittaroq olma bormi? Yo'q. Keyin asta boramiz. Tashqariga chiqishga harakat qilamiz. Mayli, jonim ketgan, mana shu dakkalayman. Bittaroq zombilar 1, 2 daraxtning ustiga sakrashim kerak. O yarim jonim ketdi, zombilardan qutulganimga shukr deymiz. Shatta ketib boramiz. Va birinchi olmani yeb ko'ramiz. Bu temirli olma ekan. Sovutli olma yeymiz. Yedik. Qani, nima o'zgarish? Kirib ko'ramiz. Bizlarga ana berdi. Sehrlangan sovut berdi. Zombilar meni talayotganga o'xshashadi. Bular nima yonmayapti? Yonish kerak edi-ku. Wow! Bu yerda bitta oltin olma bor ekan. Oltin olmani yeyishimiz kerak biz. Bu sehrlangan olmami yoki oltin olma? Yeymiz. Oltin olmani yeymiz. Wow! Jonimiz ko'p bo'ldi. Endi bu yoqqa ketamiz. Endi bu yoqqa kel. Sen shunga to'kiladi. Men uncha o'lmayman. Ketdim men. Olis manzillarda. Ketaman men. Ketdim. Kim yaptınız? Kelyapti. Qoch. O'ldiringlar, yordam beringlar. Xaloyiq jetillari. Bironta yerda kuyurka yo'q-ku. Afsus. Zombi kelyapti. Nima uchun menga kelyapti? Qani qora olmani yeb ko'ramiz. Qani, yaxshi, menga nima bo'ldi? Qora olmani yedim va kirib ko'ramiz. Hech balo bo'lmadi qora olmani aziz do'stlar yeganimda. Hech narsa. Bu zombi oqimdan qolmas ekanda. Iflos deymiz. Muncha bu meni orqamdan qolmayapti. Boshqa jetillarni yesa bo'lmasmikan? Tepaga chiqib olamiz va boshqa olmalarni yeymiz. Birinchi bu olma bilan qahramonlik ko'rsatish kerak. Qanisan, yar. G'aylo. Shuni qasddan o'ldiramiz. Endi bu chaqmoqli olmani yeb ko'raylik qani. Wow! Qorong'i tushib yomg'ir yog'di. Skeletlar paydo bo'ldi. Men tezroq ketishim kerak. Bu olmani xususiyatini bildim. Qorong'i tushirar ekan. Afsuski, bekor yebman deb o'yladim. Tezroq telefonim qotyapti. Tezroq bitta uyga kirib olishim kerak. Eshikni och. Va yopdim. Nihoyat. Endi bu zaharli olmani ko'ramiz. Yeylik qani. Qanaqa o'zgarish sodir bo'lar ekan? Voy, nima yo'q bo'lmayapti bu? Ana, menga nimadir bo'lyapti. Ham jodulanganman, ham sehrlanganman. Nima bo'lsa bo'ldi. Endi temirli olmani yeb ko'raylik. Yeymiz. Va biror narsa berdimi? Hech narsa bergan yo'q. Bo'ldi, tushundim. Bekor sarflabmiz bu olmani. Qachon ertalab bo'lar ekan deb tepaga chiqaman men. Tashqarida hali ham yomg'irli havo hukmronlik qilmoqda. Bu yerda ham sen bormisan? Chiqamiz. Almos bor ekan. Almosdan ham bitta olma qilib olsa bo'ladi. Yaxshilab buni qilamiz. Mana shunday. Va pastga tushamizmi? Bitta mana olmosdan shu olmani yeb ko'ray. Wow! Qanaqadir sehr.
bu yerda suvga anavi qilsak ham o'qdan saqlanchi ham berar ekan. Voy, meni ko'zimga nima qildi? Bir zumga oqarib qoldi ko'zim. Xuddi endi bu olmani yeymiz. Hech balo qilgani yo'q, hech qanaqa ta'siri ham yo'q ekan. Tashqariga chiqamiz. Ertalabmi, kechqurunmi menga farqi yo'q. Endi men sehrli kuchga egaman. Menga hech narsa qilmaydi deymiz. U ham kelmasa kerak meni oldimga va noiloj qilganga bo'lmadi. Yeymiz. Wow, men nimalar qildim? Endi tushundim. Bu yerdan paydo qilar ekan bu. Kirib ko'ramiz, nima o'zgarish. Bo'ldi, tushundim bu olmani xususiyatini. Bu olmani yesa tagida olovlar va hosil bo'lar ekan. Buni skeletlar va zombilarni oldiga qilib ko'rish kerak. Va oxirgi olmani borib anovlarni olib yeymiz. Wow, bu qanaqa jonivor edi? Yeymiz. Qochamiz. Voy, hech balo bo'lgani yo'q-ku. O'ldirish kerak. Wow, men qayerga chiqib qoldim? Wow. Suyakli otga mingan anovlar. Wow. Uçamiz va olmalarni yaratamiz. Ertalab bo'lishini kutamiz. Bu yerda zimrudlarni olamiz. Boyagi 2 ta olmani ham olishimiz kerak. Meni hech kim o'ldirmasdan 2 ta zimrud bo'ldi. Hammasini olamiz. Bu muz olma qilsak ham bo'ladi. Muz olma ham bor edi. Muz olma ham qilib ko'ramiz. Oltin va bularni mana shu yerga o'zimga shaxsiy qilib joylashaman. Ulardan rangli olma qilsak bo'lar ham ekan. Hozir qasrimga boralar ekanimmi? Chaqmoqni. Bekor shu chaqmoqli olmani yedim deb o'ylayapman. O'zimni uyimga tez kirib olishim kerak. Bitta zimrud bor ekan, shuni olamiz. Yashil olma. Ayni fursat zimrudli olma. Ana shunday. Eshikni yopamiz. Yopildimi kan eshik? Ishonch hosil qilamiz va tepaga chiqamiz. Ohsalik bilan. Shunday. Birinchi biga boramiz. Ichini ochib ko'ramiz. Va hamma narsa menda bor ekan. Endi uni oldiga boramiz. Verstakning oldiga boramiz. Verstakdan bitta oxirgi olmani yasaymiz. Va oxirgi olmani yasaymiz. Mana bu rangli olmani yasashga hozir bu rangli olmani olishga bitta olma kerak bo'lar ekan. Pastga tushamiz. Va boyagi olmani olishga boramiz. Bu yerda juda ham zombilar ko'p. Bu yerga qani bironta xil olma beribdimi? Ko'ramiz. Hech qanaqa olma yo'q. Va bu sanduqni ochib ko'ramiz. Va boramiz. Mana shu oxirgi olmani yeyishim. Zimrudli olma yeymiz. Meni kimdir o'ldiryapti-da. Yo zombi bo'lishi kerak. Yaralangan jetel. Va uyimizga kirib olamiz. Bizga kiraylik. Ertalab bo'lgandan so'ng bu olmani olamiz. Zombilar nimaga menga tashlanadi ular? Nimagaligini hech kim bilmasa kerak. Va eng oxirgi olma
va bu tarvuzli olma. Betiga tarvuzli mana o'sha olma. Yeymiz. Obda sigir paydo qilar ekan. Bu olmalarning xususiyati zo'r ekan. Bu uyga kirib olamiz. Meni kiritmayaptimi bu? Bo'ldi, endi kiritdi. Kiritdi. Do'stlar, videoni shu yerda to'xtatamiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni tavsiya qilaman. Keyingi videolarimizda mana shu necha xil olma bo'lsa, hammasini yaratib va yeb ham ko'ramiz. Sizlar bilan men o'sha Abduhamid bo'ldim. Sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarimni kuting.